Ben yeni geldim. Salam salam dostlar, yaxshimi? Men Almira. Bunda deb bir vloglarni boshlab baxmag'il ajab uzoq bo'pti. Sizlarmi vlog chiqarmamsiz deb bek suyildinglar, lekin mushu sal olroshchiligimda vloglarni unutib qolyapman. Lekin buga kichik olsun bir vlog ekeldim. Oxirgacha ko'ringlar, Tianzan Guangzhou sho'zanglarni qilib, juanpalarni qilinglar juma. Hozir sal vlog ishlashim biza atva bo'lib qolyapti. Ha qizlar, men ko'rdinglarmi? Pechet rasmim bormi? Do'kon topamsanglar, mush rasmim qarsang topalasizlar. Bu do'konga keldim. Bu nima do'kon desanglar, Tannas ichki kiyimlarini maxsus setish do'koniga qaranglar. Bu Tannas Pimpay mush 8-9 yil bo'ldi denglar. Lopez ulab qoldi men marka. Nurg'un xonim qizlar bo'lib, madilarimiz, oplarimiz yiqroq biludi deb o'ylayman. Anadagi men bularning shu har qatim do'koniga nima og'il kelmaydi desanglar, asosiyati shu og'il kelmaydi. Bilsanglar men shu sarang. Mush uxlash kiyim desa ish qilib tag'za ishtiyoqim bor, ammo chunki endi men kunduzlarda yerib charchab ishlab kelgan vaqtlarimizda, endi uyga kelganda o'zimiz yaxshi ko'rgan rahat bo'lgan bir ish kiyimlarni omlashtirib olsakmi, bir kunlik g'odiqimiz chiqqanda his qilamiz shuni. Ammo endi shaxsan men ashta o'ylayman, shunga shu yiga bo'lgan talabim intan yuqori edinglar. Anadagi shu yo'ldishimning shu yillarni bir omlashtirib beraychi. Uyda har xil rang-zaranglik mundaq bir ko'nglimiz ichilib qoldik, ro'yimiz ko'tarilib qoldik. Bunda bir shu yillarda tanlaychi deb shu yerga yana shu yog'il kelmaymanmi? Qaranglar, bir ishkop shu yerim paydo qilib, meni kiyimimjiq tayotsizlar-ku. Hozir kiyimimda shu yerimjiq, yana shu yig'da o'ymayman qayranglar. Siz ko'rib yiqinglar, mana shunda umoq shunda payzi joz tursa ancha chiroyli ko'rinmagan bo'ladi, lekin uchunlar chiqqanda rahatlikda, mush raqtining payziligidachu, ana degan indab payzinda rahat. Chunki uxlagan vaqtda uxlash suputimizga mush rahatlik berdigan bir kiyimlarni kiymasak foydasi yo'q. Ishimiz qilib, dumimiz tutilib, qichishib to'la yotolmagandan unudan mushtaq sap vaqtida ishlangan mana shu yillarni olsanglar bak yaxshi deb o'ylayman. Endi shaxsan men ashtachu shuni o kuni yana keslim tutib bo'ldilar. Bugun biza ozroq shikisat vaqtim bor ekan. Tekkida biza kirib 3-chi qavatga mushta nazniki ish kiyimlardan anadagi mana shu isni alay deb yo'l chimishkimizga olgan bo'pti men. Endi bunda payzi ish kiyimlarim bor. Anadagi meni eng cho'ng maqtaydigani malaning bandishi. Tannazniki bandashlari ma bandashlar bo'lsa qanday desanglar maxsus shu to'polgan ekan, shu to'g'ridan keyingi so'ngaklarni asliga keltirishda bak cho'ng rolni o'taydi. Endi ilaqi buni alayda bir kasbiy tillar bilan aytilgan gap so'zlar paket ko'ringlar mana Tannas Pimpaysini. Ashta gap so'zlar batda, lekin endi men bu yerda yotlab chiqib olmayman. Gapning o'chig'iliqi o'zinglar bosanglar, ko'rsanglar, anadagi bilanmasanglar, shu lobanning bak isil, bak mijoz yaxshi qaylanglar, bak mehribonchilik, oq ko'ngil shunda erinmaysizlarga shu yigizib ishkizib ügütüp ben benim mındaqıl sizler adatı bandaj kiyişler maqsad emas. Bandaj kiyip chiroyli şense chiqirishlar emas. Elaqi ba'zi bandajlar bor dimimizni siqib yetadigan, ishimizni pishirib yetadigan, yuragimizni sog'iz yetadigan. Lekin bularning bandajlaridan unday emasdanlar. Bo'libmi men qishda bandajni bir qadar yaxshi kiyma. Nemishqa desanglar, qanali bo'lmasa qo'saq qismimizdan bel qismimizda so'g'aq o'tmaydi emasmi? Shuningga endi men shu tandazning bandajlarini bir qadar jiqroq kiyman. Endi men o'zim kelgan sizlarga tavsiya qilib qo'yay dedim. Andan bular rasmi shu yangi yillik cho'jan qo'dinglarni qo'yibdi. Qaranglar. Ang töven degende men çocuğun xodon qılın degende amda bir bu kapat tatbiqini degende manga ang yuqursi naq pulkan 300 ga chiqib qolam ki desam, lekin ang töven bo'lganda mındaqdan nazniki elaqida ishkim 100 yo'q chiqar ekan. Bo'pti bu men qanqa lozimdi. Bugun shuni bo'lsa men apketay unda bo'lsa deb rahmat deb tabo qildim. Shuning o'xshash qizlar, bu tannazniki do'konlari, vakolatchilarning do'konlari Qashqaxotan, G'ulja, Oqsuqcha hamma yerda bor. Ashadagi maxsus etish do'koniga berib, mana shunda yangi yillik faoliyatga qatnashinglar qizlar. Mushu bir tal narsa olsangizmi 21% e'tibor qilish bilan birga yana mushta cho'jan xodingiz vakanlar yuqorisi naq 300 qo'y pul kel. Tövni bo'lsa-mu andaqiliqi ishkim 100 yo'q ekan. O'zinglarga shu yo'lamsizlar, bandashi yo'lamsizlar yoki ishkiyimlardan ilib olamsizlar. Qaysini olsanglarmi? Mana mushtaq faoliyatga qatnashalar ekansizlar, lekin do'konga kelgan oldin 50 nafar odamga mushta faoliyat bor ekan shuningga. Men Urumchidagilar mushu Lobanyannikini do'yin xavsini men pastga chiqirib beray, bunchonga o'zinglar qachilib olib topolmay qolsanglar, so'rsanglar bo'ldi adresini. Qolgan yurtdagilarning hammasi mush penloychiga qoldirib qo'ysanglar, shu yerdagi yurtdagi do'stlarimiz sizlarning penloychi orqali do'konlarni surishtirib olsa bo'ldi deb o'yladim. Unda bo'lsa, vlogim mushada tugidi. Tianzan Guangzhou juanfalarni qo'yish unutmanglar qizlar. Xayr xo'sh.